Bunaqa qumli filtrlarni sotib olganingizda ahamiyat beradigan joylaringiz bor. Keling, men sizga tushuntirib beraman. Birinchi o'chirda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsasi bu kraskasi bo'ladi. Ustidagi emas, ichidagi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Hamma joyi bir xilda kraskalangan, imенно parashkoviy kraskalar bor, bilsanglar. Ya'ni qumga o'xshagan holatda bo'ladi, sepiladi va pechkaga tiqilib eritiladi. Bu narsa sirri effektini beradi. Sirli idishlarimiz bo'ladi-yu, o'shani effektini beradigan darajada kraska hosil bo'ladi. Nimagaki o'rtoqlar, chunki buni kraskasiga e'tibor bermasa, bu metal. Metal nima holatda keladi? Suv kirgandan keyin ishqorlar bor, har xil shuni hisobiga chirishini olib keladi. Buni endi sir emas o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek, даже hamma turbalarni ichlarigacha mana kraskalangan holatda turibdi. Mana keyin yana bitta ahamiyat beradigan joyinglar bu yuvish sistemasi bo'ladi. Endi bizda mana zavodda qilingani ko'ryapsizlarmi? Zyozdishka shaklda. Mana buni orasidan mayda-mayda teshuvchalar bor. O'zini o'zi yuvgan vaqtida tegidan kuchli davleniya beradi va ichida mayda o'sha qumlari yoki kvarts tosh deymiz, o'sha narsa qaynab chiqish kerak bo'ladi-da tepaga. Obratniy holatda ozgina ko'tariladi, musorlarni keyin yana obratniy mana bundan tepaga o'tib va kanalizatsiyaga chiqib ketish kerak bo'ladi. O'zini o'zi xullas yaxshi yuvish kerak bo'ladi. Shu joyga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, undan tashqari avtomatika bo'lgani yaxshi bu narsa. Deylik, bosimlarning razницасiga masalan kirish bosimi va pastda chiqish bosimi razницасi o'rtacha 1 bardan yoki 2 bar oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik holatda ishga tushib ketadi. Yo'kida vaqtga qo'yib qo'yiladi, har 5 minutga, har 10 minutga yoki har 1 soatga, xullas o'sha vaqt davomida o'zini o'zi qayta chayib turaveradi. Bittasi ishlab tursa, ikkinchisi chayib turadi, ikkinchisi ishlab turadi, birinchisini xullas chayishga beraveradi. Gidrotsiklon bo'lishiga ham ahamiyat beramiz o'rtoqlar. Gidrotsiklon nima? Bu cho'kuvchi yirik toshlarni, qumlarni ham deylik 80% ushlab qolishga yordam beradi. Shunaqa gaplar.